Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Guliston tuman 3-son bolalar musiqa san'at maktabining 2025-2026 o'quv yilida amalga oshirilgan ishlari hamda faoliyati haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. 2025-2026 o'quv yilida maktabimizda 174 nafar o'quvchi 10 ta yo'nalish bo'yicha ta'lim olib keldi. O'quv yili yakunida 23 nafar bitiruvchimiz maktabni muvaffaqiyatli tamomladi hamda iqtidorli bitiruvchilarimizning bir qismi o'z bilim va ko'nikmalarini yanada rivojlantirish maqsadida Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabiga o'z hujjatlarini topshirdilar. Joriy o'quv yilida maktabimizda 20 nafar pedagoglar dars berib keldi. Pedagoglarimizning 15 nafari oliy ma'lumotli, 2 nafari tugallanmagan oliy hamda 3 nafari o'rta maxsus pedagoglar hisoblanadi. Hozirda oliy ma'lumotli pedagoglarimiz maktabimiz 75% o'qituvchilarimizni tashkil qiladi. Shuningdek, pedagoglarimiz orasida 1 nafar oliy toifali, 2 nafar birinchi toifali hamda 1 nafar ikkinchi toifali pedagoglarimiz ta'lim berib kelmoqdalar. 2025-2026 o'quv yilida o'quvchilarimiz 14 ta respublika tanlovlarida, 21 ta xalqaro tanlovlarda Grand Prix va faxrli o'rinlarni egallab kelishdi. Bundan tashqari, o'quvchilarimiz viloyatimiz hamda tumanimizdagi ma'naviy tadbirlarda faol ishtirok etib kelishdi. Maktabimizning moddiy-texnik bazasini rivojlantirish maqsadida Guliston tumani hokimi tomonidan 130 million so'm mablag' ajratildi. Ushbu mablag'lar hisobidan maktab binosida joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, amaliy san'atning kulolchilik yo'nalishini rivojlantirish maqsadida kulolchilik pechi hamda kulolchilik dastgohi xarid qilindi. Zamonaviy kompyuter grafikasi yo'nalishini rivojlantirish hamda o'quvchilarning ushbu yo'nalish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida hozirda tumanimiz hokimi tomonidan zamonaviy kompyuterlar xaridi bosqichma-bosqich tarzda amalga oshirib kelinmoqda. Ayni paytda maktabimizda 2026-2027 o'quv yiliga qabul jarayonlariga tayyorgarlik avj olmoqda hamda qabul jarayonlari 1-avgustdan boshlanadi. Kelgusida ham yosh avlodning iste'dodini ro'yobga chiqarish, ularning musiqa san'atiga bo'lgan qiziqishini yana oshirish maqsadida ta'lim sifatini yuksaltirish yo'lida izchil faoliyat olib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.